Siz hayvanotlar ko'z bilan ko'radigan dunyoning qandoqligini bilamsiz? Bu intayin qiziqarli temaning birisi. Chunki biz ko'zimiz bilan ko'radigan dunyo bilan hayvonlar ko'radigan dunyo asosan degidek o'xshamaydi. Undaqda qani o'xshamagan 8 xil hayvonning nazaridagi ajoyib dunyoni sizlar ko'rsatib qo'yay. Yurak berib meni qetivelib davomini anglang. 8-si yilon. Barliq yilonlarning 2 xil ko'zi bor. Birinchisi normal kichik ko'z, lekin ko'rish quvvati yaxshi emas. Faqat atrofdagi muhitning rangini farqlantira oladi. Yana birisi bo'lsa burunning yendiki issiqlikni his qila oladigan ko'z. Bu yilonlarning nerv sistemasi eng taraqqiy qilgan joy. Kechda ular dal bu ko'zi bilan hayvonlarning temperaturasi qarta o'zi qizlaydi. 7-si ishit. Ishitmo insonlar o'xshash yiroqni ko'ra olmaydi. Ko'zning kirpiksimon muskulni tashish iqtidori ojiz bo'lib, yaqin oraliqdagi jismlarni aniq ko'ra oladi. Uning ustiga ishlarning hammasi rang qarg'usi bo'lib, hatto eng asosiy qizil, yeshil, sariq ranglarni ham farq etolmaydi. Yiroqni ko'ra olmasak va rangni farq etolmaslik sababidan chiqarindilar balkim uning mazalik taomdek ko'rinishi mumkin. 6-si beliq turdikilar. Beliqlarning ko'zi hayvonot dunyosidagi nomi chiqqan yiroqni ko'ra olmaydigan ko'z bo'lib, faqat atrofidagi 2 metr doiradagi jismlarni aniq ko'ra oladi. Suv ostidagi nur ojiz bo'lg'achqa beliqlarning ko'zi odatda nihoyat cho'ng, nurni texim yaxshi his qila oladi. Shunga qorong'u muhitda beliqlarning ko'zidagi dunyo kunduzgiga o'xshash yorug' bo'ladi. 5-si qushlar. Qushlarning ko'zi insonlarnikidan murakkab. Odamning ko'zi faqat asosiy nurni tuta oladi. Qushlar bo'lsa texim cho'nqur qatlamdagi o'ltirib binab shu nurni ko'ra oladi. Odatda yirtqich qushlarning ko'rish to'r pardasida nurg'un ko'rish piramida hujayrasi bo'lib 1000 metr egizlikda bo'lsa-mu yer yuzidagi kichik hayvonlarning izini to'g'ri topa oladi. 4-si mushuk turdikilar. Mushuk ko'zi tipik yiroqni ko'ra olmaydigan ko'z. Uning ustiga rang farqlantirish iqtidori nachar. Ularning ko'radigan dunyosi qo'ng'ir sariq rangni asos qiladi, lekin ko'rish doirasi insonlarnikidan kam. Bu ularning xatari yo'liqqanda tez inkas qaytarish ixtihom foydali. Eng yangi kino teatrlarni dal vaqtida haqsiz ko'rmoqchi bo'lsangiz, Laglak TV saloniga agishib oling. 3-si kala. Kala tug'ma rang qarg'usi. Uning nazaridagi dunyo hammasi qizil sariq rangda. Nurg'un kishilar xato holda kalani qizil rangi sezgur deb qaraydi. Amaliyotda u qizil rang bilan boshqa rangni farqlantira olmaydi. 2-si hasharot. Hasharotlar dunyo bo'yicha ko'zi eng ko'p jonliq bo'lib, ularning ko'zi minglagan tumanlagan kichik ko'zlardan tarkib topgan. Har bir kichik ko'z o'z oldiga tasvir asl qila oladi. Bu suratlarni biriktirganda hasharotlarning nazaridagi dunyo shakllanadi. Birinchisi kaslanchuk turdikilar. Kaslanchukning ko'zi rangni farqlantira oladi. Ultra binafshurni ko'ra oladi. Ba'zi alohida turlar ichida xameleonning ko'zi mustaqil erkin oylana oladi. O'xshash bo'lmagan ikki xil surat hosil qila oladi. Ko'rish doirasi intayin keng. Hatto 360 graduslik har taraflam o'lik bulonlarni ko'ra oladi. Agar insonlarda bu xil iqtidor bor deb faraz qilsak, bizning beshimiz qiyib, joyimizda tik tushishimiz mumkin.